Аңлаватқаныңла мың бір кече хикаялардан Синдбадның деңіздегі хәтерлік сәргүзештелері. Синдбадның 4-нче қитымлық деңіз сәпері. Dostlarım, sizlarga shuni deb berayki, men Bag'dod shahriga qaytib, do'st yorlar bilan burunqidimmi yaxshiroq, huzur halovat ichida, xo'shal-xo'ram, aysh-ishratlik turmush kechirishga boshladim. Aysh-ishrat eshigini keng echib, burunqi safarimda duchor bo'lgan balo-qazo, xiyim-xatarlarni yodimdan chiqarib, hammani pok-pokiz unutdim. Kunlarning birida mening yanama ko'proq boyliq, mol-dunyo tepish havasim qo'zg'aldi. Shuning bilan barliq mollarimni jam qilib, safar tayyorligini ko'rdim. Yiroq ellarga bop keladigan obdan mollarni tanlab, burunqidanmi ko'proq esil narsalarni elib, Basiraga bordim. U yerning boy savdogarlari bilan birga kemaga o'ltirib, himmat potisini belimga bog'lab, yo'lga ravon bo'ldim. Biz dahshatli to'lqinlarni yerib, olg'a ilgirladik. Sayohat menga bekmo ko'ngillik bilinatdi. Kema to'lqinlar orasida bir dengizdan yana bir dengizga, bir oroldan yana bir orolga qarab olg'a ilgirlaverdi. Bir kuni to'yuqsiz oldimizdan ta'tir quyun ko'tarilib, kema bo'shikdek tavirnishga boshladi. Kemichi yelkanni tushirib, langar tashlab kemani to'xtatdi. Biz hammamiz amonlik, nijotlik tilaydik. Ammo bo'ron barg'on siri kuchayib, mo'mini sundirib, yelkanni yirtib, ko'zni yumib ochqucha orliqda kemani o'ngtirvatdi. Odam, nas kerak, mol-mulklarning hammasi kompay-kom bo'lib, suvga cho'kdi. Men tirkishib bir hazog'icha suvda uzib yurgandan keyin herib qattiq mag'dursizlandim. O'lim changiliga tushib, suvga g'arq bo'lishga ozil qolganda, pochaqlangan kemining bir tal yog'ichini tutib oldim. Manga o'xshash jon talishayotgan boshqa bir necha hamrohlarimmi yog'ochga esildi. Suv yuzida davolg'ib, har tarafga uzib yurib, bir kech kunduz laylab yurdik. Atsi cho'ng bir do'lqin ko'tarilib, bizni bir itirib qirg'oqqa chiqarib qo'ydi. Qarasak bir orolga chiqib qopdik. Ochliq, uyqusizlik, dahshatli qo'rqinish vahimasidan xuddi murdiga o'xshab qolgandik. Qo'yiq o't cho'plik, daraxt chatqonlar orasidan yovi o'tlarni yulib yeb, ochliq, o'limdan qutulishga kirishdik. Orqadan hammamiz dengiz qirg'og'ida yetib dam oldik. Keyin uyquga ketdik. Atsi quyosh ko'tarilganda uyg'ondik. Atrofga sapsilib qarab, qirg'oq bo'ylab o'ng-so'lga yurib, yiroqdan shu orolning ichkarisida bir cho'ng imoratning qarisini ko'rdik. Shu an shu imorat tarafga qarab yo'l oldik. Darvoza oldiga berishimizga imoratning ichidan bir to'p yalang'och, uzuntura odamlar chiqib, o'ndamasdan bizni qo'rishib oldi va imoratga elib kirdi. U yerga kirgandan keyin o'ltirishimizga ijozat berdi. Oldimizga tamoq keltirdi. Bundaq tamoqni umrimizda hech qanday joyda ko'rib boqmagan, etinimi anglab boqmagan edik. Hamrohlarim hech nimaga qaramay, ishtaha bilan g'izolanishga boshladi. Faqat meningli ko'nglim tatmay, yegim kelmadi. Bu tamoqni yeb, hamrohlarimning ahvollari boshqacharoq bo'lishga boshladi. Ahlidan ozg'an, mas kishilardek qiliqlarni qilib, g'alati ahvolga tushib qoldi. Yegan siri yegus kelib, keyin bag'on siri o'zgarishga boshladi. Shu chaqda yalang'och odamlar narjil yig'ini akilib, ularga ichirdi. Badallarga surkidi. Hamrohlarim mayni ichib, badallarga surkigandan keyin ko'zlarining qarisi oliyib, yog'och odamdek irg'onglab, odatdan tashqir g'izolanatdi. Bu ahvolni o'z ko'zim bilan ko'rib turg'ashqimi, ularga ichim og'rib qayg'uratdim. Shuning bilan bu yalang'och uzunturala menimi yeyishga majbur qilsa qandoq qilaman deb ko'nglimda andish qilatdim. Aslida ularning podshohi devi bo'lib, kimiki ularning yurtiga berib qolgudek bo'lsa, yalang'och uzuntura odamlar darhol tutib podshohlarining qishig'i elib boradi ekanda, narjil yig'i elib chiqib ichiradi ekan.
badallariga surkaydikan. Shuning bilan ularning oshqozonlari yo'g'inab, uchaylari kengayib, ishtihosi echildikanda, yeb to'ymas saranglardek mast, bexud bo'lib, aql idrokdan ayrilib, to'gidak tomoqni yalmab yotadi ekan. Yog'ni ichirib surkigan siri badallari kengayib, samirib yo'g'inaydi ekan. Shuningdan keyin podshohga beradi ekan. Ular odam go'shini xom yeb o'rganganlar ekan. Men bu holatni ko'rib, qattiq andishiga tushib taqatsizlandim. Hamrohlarimning holiga qayg'uratdim. Ular o'zlarining nima bo'lishini bilmaydi. Aqldan ezib, bexudlashgan siri hech nimani sezmaydi. Ularni bir uzun tura xuddi qo'y podisini haydagandek oldiga selib haydab, yoyloqqa elib chiqdi. Men o'zimdan tashvishlandim. Ochliqdan mag'dursizlanib, ustixonlarim quruq qaqshal bo'lib qolgan edi. Terilarim so'ngaklarimga chaplashib, odam siyoqidan ketgan edim. Shunga ularning ko'zi menga tushmay, aman qoldim. Ular meni bir chetda qoldirib, men bilan kori bo'lmadi. Bara-bara meni untadi. Shunga men asta ularning orasidan chiqib, yo'shiruncha bu yerdan qochdim. Bir chog'da bir yo'l ko'rindi. Darhol yo'lga chiqib, jon jahlim bilan olg'a qarab yugurdim. Ba'zida orqamdan qo'g'lab kelmasin deb, kaynimga pat-pat qarab qo'yib, yana jahlim bilan yuguraydim. Ba'zida harduqimni elib olish uchun astroq mangatdim. Bu chog'da quyosh tog' orasiga cho'kib, qosh qaraydi. Men aram elib olish uchun to'xtadim va birdam yetib uxlavamoqchi bo'ldim. Lekin qattiq qo'rqib ketganimdan, ochliq, harg'inlikdan uxlayolmadim. Oxir o'rnimdan turib, kuch-quvvatimni yig'ib, barliq g'ayratim bilan yo'lga tushib, tong otqucha mangdim. Osh qolsam, yovi o't-cho'plarning yiltizlarini yeb jon saqlab, tenim topmay yo'l yurib, 7 kech-kunduz to'xtamay yo'l yurdim. 8-kuni yiroqdan odamning qarisi ko'rindi. Taqazzoliq bilan yo'l yurib, kun patqucha bexatar joyga yetib olsam degan umidda edim. Kun petishga oz qolganda maqsad bozug'isiga yetdim. Oldingi qitimqi savoqlarimni asga ilib, oldiramay yiroqdan ko'z silib qaradim. Ko'ginim bir to'p kishilar bo'lib, pil-pil yig'iyotganlar ekan. Men ostag'ina ularning yeniga bordim. Ular meni ko'ribla oldimga yugurib kelib, atrofimga o'lashdi. Va mening kimligimni, qayerdan kelganligimni so'radi. Men ularga beshimdan o'tgan balo qazolarni birma-bir so'zlab berdim. Bu ajoyib voqea ekan. Sen qandoq qilib ularning changildan qutulib qolding? Ularning qo'liga tushgan baxtsiz kishilar hech qachon ularning zaminidan o'tishga jur'at qilolmagan deyishdi ular. Men uchirgan baxtsizligim, hamrohlarimning asriga tushganligi, yalang'och kishilarning tomiqini yeganligi sabablik yuz bergan hodisalarni, mening u g'izodan bir lo'qmami yemaganligim uchun aman qolganligimni so'zlab berdim. Ular gaplarimni anglab hayron qoldi. Menga ich og'ritib, ko'nglimga tasalli berishdi. Ishlarini tugatgandan keyin meni g'izolantirdi. 1 soatdan ortiqroq vaqt dam olgandan keyin kemaga tushib, ular turishliq orolga qarab yo'lga chiqdik. Ularning yurtiga yetgandan keyin meni o'zlarining podshohining oldiga elib bordi. Men izzat ikrom bilan ta'zim bajo keltirdim. Podshoh menga mehribonlik ko'rsatib, samimiy yo'sinda yenidan joy berdi. Men barliq sarguzashtlarimni, yo'l ustida yuz bergan hodisalarni, duch kelgan qiyin xatarlarni tafsiliy so'zlab berdim. Podshoh va uning vazirlari hikoyamni anglab ajablandi. Oxirida podshoh meni dasturxonga taklif qilib, yaxshi taomlar bilan mehmon qildi. Podshohning qishidan chiqib shahar oraladim. Ularning yurti xeyli obod, gullangan shaharkan. Ilm setim rivoj topgan, rasta bozorlar qo'yuq, odamlari to'la, yemak-ichmak mo'l, bardi keldisi ko'p. Kelib ketib turadiganlarning oyig'i uzilmaydi ekan. Men bu shaharga kelib qolganimga shunda xushal bo'ldim. O'z-o'zimdan mamnun bo'lib, yerlik aholi bilan tanishib, ular bilan intayin inoq o'tdim. Hatto podshohning oldida zo'r hurmatga, izzat ikromga erishdim. U meni xeyli arboblardan yuqori ko'rdi.
Mən cho'ng-kichik amaldorlarning hammasi bilan tonuşdum. Bu shaharning cho'ng-kichik odamlarining hammasi atqa egar to'qimay menidi ekan. Mən bu ishqa hayron bo'lib, padişahdan so'radim. Aliylari nima uchun o'zlarining tasarrufidagi bu yurtda atqa egar to'qimay menilidu? Egar degan qandoq narsa? Biz uni zodili ishiltib baxmagan. Ishiltish tugul, hatto ko'ribmi baxmadik, dedi padişah. Agar oliylar ijozat bersa, o'zlari uchun kaminlari bir yurish egar jabduq yasab chiqsam, ishiltib baxsila qandoq dedim. Voy bo'ludi, menga bir yurish yasab bergan, dedi padişah. Xo'sh, janobi oliylari, menga ozroq yog'och tayyorlab berishga amr qilishlarini so'rayman, dedim. Padişah menga ketarlik narsalarni tayyorlatqizib berdi. Usta bir yog'ochchini chaqirtib, oldimda o'ltirg'izib, uningga egar yasashning usullarini ko'rsatdim. Kegizchiga yungdan to'qim yasatdim. Mo'zduzga ko'n xurumdan qo'shqun, ulang tayyorlatdim. Tikkuchiga paxtiraxtdan ko'rpichak tikkizdim. Yana aqlliq bir to'mirchini tepib, o'zanga egarning atrofiga halqa, atning yugan jabduqlarini yasatdim. Padişahning at baqarig'i deb chapchip o'ynaqlab turadigan yaramliq bir atni keltirib, uning ustiga bu egar jabduqlarni o'rinlashtirib, padişahning oldiga elib bordim. Shoh bir ko'rib, ishimdan rozi bo'ldi. O'zi atga minib beqib, cheksiz mamnun bo'ldi. Uning rahat ekanligini maqtab, kaminiga nurg'un in'omlarni berdi. Padişahning bir vaziri mening padişahga bergan egar jabduqlarimni ko'rib, mening o'zi uchunmi bir egar jabduq yasab berishimni o'tindi. Men uningga bir egar jabduq yasab berdim. Shuningdan keyin barliq davlat amaldorlari vazir azamdan tortib, yasovul boshliqlarigacha egar buyurtishdi. Men yog'ochchi, to'mirchi, tikkuchi, mo'zduzlarni ishqa selib, egar jabduq yasashni boshlab etdim. Hatta nurg'un egar jabduqlarni yasab, xeyli ko'p pul topdim va kishilarning yoqtirishiga erishdim. Padişah, vazir, amir yasovullar, savdogar boylarning oldida yuqori obro'ga erishdim. Hamma jihatlardan baxt xushalliqda turmush kechirishga boshladim. Bir kuni padişah meni oldiga chaqirtib, "Sen hozir oldimizda hurmatga sazovar, muhabbatimizga noil bir kishi bo'lib qolding. Biz senden ayrılıp judolashishni xohlamaymiz. Bu joydan ketib qelishingga taqat qilib turolmaymiz. Shunga men sana bir taklif bermoqchiman. Balkim farmonimga bo'yin to'lg'imay quloq solasan", dedi. Oliylari, agar sizlar menga qandoq farmon bersizlar, jinim bilan ado qilaman, dedim. Men seni husn jamoli tangdoshsiz, xulqi e'tibori yigona, mal dunyosi yetarlik bir ayolga o'ylab qo'ymoqchiman. Shuning bilan bu yerda makonlashib, o'rdimizda biz bilan birga yashasang demoqchiman. Buyruqimni qaytarmag'aysan, dedi padişah. Padişahning bu so'zini anglagandan keyin men xijil bo'lib yerga qaradim va undamay turdim. Padişah so'zini davom qilib yana so'radi. "Nima uchun so'zlayamaysan?" "Oliylari, men farmonlarga bajonidil tayyor." Padişah dərhal yasovullarni avatib, guvohchilarni chaqirtib, meni aql parosati yigona, tangdoshsiz, mol mulki behisob, sohib jamol bir ayolga o'ylantirib qo'ydi. Xon o'rdisi tavasida alohida hujra bisotlar tayyorlangan maxsus xonaga o'rinlashtirdi. Nökarlar xizmatimni qilib, jon dil bilan kutatdi. Har oyda xazinadan maosh, ro'zg'orlik tayin qildi. Shunda qilib, baxt saodatlik turmushda paravan hayot kechirishga boshladim. Burunqi ko'rgan xatarlik hodisa, qo'rqinchli sarguzashtlarni butunlay unutib ketdim. Hamisha men Bag'dodga qaytadigan chaqda ayolimni, boshqa narsalarimni o'zim bilan birga elib ketaman deb o'ylaydim. Shunda qilib, ayolim bilan shirin baxtli turmush kechirdik. Umo meni yaxshi ko'ratdi. İkimiz bir-birimizga vafodor, bir-birimizga bo'lgan ishonchimiz komil edi. Ochiq chuchugimiz tang, xeyli bir mezgil xushal xo'ram o'tdik. Bir kuni biz bilan nihoyat inoq o'tadigan tamxo'shnimizning ayoli vafot bo'ldi. Ayolining o'limidan erning ko'ngli bekmo yerimkan. Men uningga, "Birodar,
Sabr qiling, bundaq bo'laversa o'zingizni yo'qitib qo'yasiz, ko'nglingizni yerim qilmang dedim. Do'stim, dedi u intayin g'amkinlik bilan. Mening faqat bir kunlikla umrim qoldi. Voy, o'zingizni besib eling, birodar, o'limga oldidan bishorat bermang. Mana salomat turibsiz-ku, dedim men. U, do'stim, jenim haqida shuni aytayki, ati meni ko'ranmaysiz. Biz endi mangu ko'rishamaymiz, dedi. Voy, birodar, bu nima deganingiz? Bu qandoq gap deb so'radim. Shuning bilan u, bugun xotinimni dafn qiladi. Uning bilan birlikda meni mo go'rga ko'midi. Bu yerning o'rib odatida ayol kishi o'lsa, erni billa dafn qilish, er kishi o'lsa, ayolni billa dafn qilish qoidaga aylangan. Biri o'lsa, biri tanho qolmasin deb shunda qilishidi, dedi. Men uningga, voy nim deydigansiz, bu qamlashmagan bir odatgan-ku, deb qo'shnim bilan talishib o'ltiratdik. Bir muncha odam kirib kelishdi. Ola uy egisiga ta'ziya bildirishdi. Bir ozdan keyin qo'shnamning o'lib ketgan ayoli bilan birga yana qo'shnamnimi ko'tirishib, dengiz yoqisidagi tog' bag'riga elib bordi. O yerda cho'ng bir tosh bor ekan. Hammasi toshni ko'tirgan edi, ostida bir cho'nqur o'nkir ko'rindi. Ular jasadni o'nkirga tashladi. Keyin hammasi birlashib, qo'shnamni tutib arg'amchi bilan bog'lab o'nkirga tushirdi. Ozuqliq uchun bir ko'za suv bilan 7 dona non tashlab berdi. O'nkirning ichidagi kishi belidagi arg'amchini yechib berdi. Ustidagilar arg'amchini tatib olib, yana avvalqiga o'xshashla quduqning og'ziga heliqi cho'ng toshni qopladi-da, shuningdan keyin qaytib ketishdi. Bu dafn murosimiga qatnashgandan keyin ichimda o'lik bilan tirikning billa dafn qilinishi burunqi men ko'rgan har qanday o'limlardimi bek qabahatlikkan deb o'yladim. Bu yerdan qaytib podshohning huzuriga kirdim va uningga, "Ey podshohim, bu yurtda o'lik bilan tirik billa dafn qilinadi ekan. Bu qandoq bo'lg'ini?" deb murojaat qildim. Podshoh, "Sana shuni aytib qo'yayki, bizning o'rib odatimizda er o'lsa ayolini, ayol o'lsa erni qo'shib dafn qiladi. Bu er ayol mangu bir-biridan judo bo'lmasin, piroq o'tida ko'ymasin degan gap. Bu bizning ota-bovlarimizdan tortib davom qilib kelayotgan odatimiz", dedi podshoh. "Manga o'xshash yoqi yurtdan kelgan musofirlarning xotinlari o'lsimi, o'zinglarga o'xshash erni tirik dafn qilamsizlar?" deb so'radim. "Shundoq", dedi podshoh. "Albatta billa dafn qilamiz. O'z ko'zing bilan ko'rganingdekla, o'z odatimiz bo'yicha o'xshash ish ko'ramiz." Podshohning bu so'zini anglagandan keyin qo'rqinimdan yuragim qipidan chiqib ketgili tasli qoldi. Oxir o'z-o'zimga tasalli berib, ishlarni kimmi oldin bilalaydi, balkim ayolimdan burunroq o'zim o'larman deb o'yladim. Shuningdan keyin yana bir oz g'ayratga kelib, bundoq ishlarni o'ylamaydigan bo'ldim. Lekin ko'p o'tmayla ayolim kasal bo'lib qoldi. Bir necha kun yotgandan keyin qazo topdi. Shu chaqda yurt kattalari, el jamoat kelib biz uchun ta'ziya bildirishdi. Podshoh boshchiligidagi amaldorlarmi o'z odati bo'yicha kelib, menga tasalli berib, ayolimga ta'ziya bildirdi. Ondan keyin ayolimni yuyib tarab, pokiz, chiroyli, yangi kiyimlarni kiydirib, beshiga o'nchi marvoy taqalgan o'tug'atni kiydirdi. Zinnat bo'yimlarini asdi. Ondan u ikkimizni ko'tirgan peti dengiz bo'yidagi tog' bag'riga elib berib, heliqi cho'ng toshni ko'tirib elib etib, ayolimni quduqqa tashladi. Kishilar mening atrofimga o'lishib, rozilik elishdi. Men shu chaqda, "Xaloyiq, men sizlarning yurtinglarga musofir kishi-ku. Men sizlar bilan bir yurtliq emas, bu odatni men qabul qilolmayman" deb voqirdim. Ular noli faryodimga quloqmi solmay, meni qamallab tutdi-da, bog'lab zo'rliq bilan quduqqa tushirdi. Avvalqilarga o'xshashla bir ko'za suv va 7 dona non tashlab berdi. Quduqning beshidagilar, "Qani arg'amchini yechib chiqarib atgin" deb voqirdi. Men arg'amchini yechib bermadim. Ular arg'amchini quduqqa tashlab etib, toshni quduqning og'ziga yopdi-da, o'z yo'liga ketishdi. Meni tashlagan o'nkir tog' ostidagi cho'ng bir g'or bo'lib,
burun tashlagan nurg'un odamlarning jasadlari bilan to'lgan, o'liklar sesib, chirib ketgan joy ekan. Shu chaqda men o'z-o'zimga toptani qilib, pushaymon elkida nemishqa bu yerga kelib to'y qilib yurayman. Baxtim qorlig'idan bir baladan qutulib, yana bir balaga yo'liqdim. Kashki dengizga g'arq bo'lib ketgan bo'lsam-mu, bunchalik qabih o'limga duchor bo'lmagan bo'latdim deganlarni o'ylab, ko'ngil ranjimni bosalmay, g'arning ishkirrak bir yerda o'liklar, to'g'riroqi ustixonlarning ustida yetib, tezroq o'lib ketishimni tiladim. Bir qancha kundan keyin yeydigan ozuqim tugashga boshladi. Har kuni bir tishlamdan non yeb, bir yutumdan suv ichib, jon ochig'ida uyan-buyan timsiqlab, o yer bu yerni oqtiratdim. Shunda qilib, sesib ketgan o'liklar orasidan sal neriroqda dam og'udek bir joyga o'rinlashib oldim. Ochliqdan o'lib ketmaslik uchun ba'zida bir kunda bir qitim, bir yutum suv, bir tishlam non yedim. Ammo ozuqim hamon bir kuni tugaydi-ku deb andish qilatdim. Qo'l uzatsam hech nimani tutqili, hech qandaq narsani ko'gili bo'lmaydigan zulmat qorong'ulik ichida umidsizilinib bir necha kunni o'tkazdim. İç-içimden tit-tit bo'lib, yeydigan ozuqim ozg'ini qoldi. Endi qandaq qilaman deb g'am yeb turganimda, beshimning ustida, yana meni tashlagan to'shkining ustida guldirg'alab, varang-churung ovoz anglandi. Birdamdan keyin kichikkina yo'riq paydo bo'ldi. Beshimni ko'tirib yo'riq tushgan joyga qarasam, g'arning to'shigida bir muncha odamlar turibdi. Birdamdan keyin ular bir o'likni tashladi. Onundan keyin ha deb yig'layotgan bir ayolni tashladi. Keyin onunga non bilan suvni tashlab berdi. Ayol meni ko'midi. Men uni nihoyat aniq ko'rdim. Dafn qilishga kelgan kishilar g'arning to'shigini tosh bilan yepib qo'yib qaytib ketishdi. Men o'rnimdan turib, chirigan o'likning quruq pochoq so'ngini qo'limga oldimda, astag'ina timsiqlab berib, ayolning bosh ko'ziga urib yiqitdim. Onu üstülep o'rayverdim. Onun üstüveşi başdan oyoq qimmatlik zibu zinnat, önce mervayitlar bilan bezalgan ekan. Men onun o'zig'ini tartib oldimda, o'zim yotadigan joyga ep ketdim. Har kuni bu ozuqdan oz-ozdan yeb, hayotimni saqlab qolishga tirishatdim. Men g'arda xeyli uzun vaqt yashadim. Shunda qilib pat-pat birarsi o'lib ketib, odamlar meyitni bu yerga tashlaganda, uning bilan birga qo'shib tashlagan juptaning ozuqlarini tartib elib, o'zimning jinini saqladim. Oxir bir kuni qarasam, yenimda bir narsaning tipirlagan ovozini anglab qoldim. Qo'rqinimdan yuragim yerilgudek bo'lib, "Voy bu nimadi?" deb qo'limga o'likning pochoq so'ngidan birini elib, o'rnimdan turdimda, heliqi ovoz kelgan tarafga berib qaradim. U tipirlab qochdi. Aslida bir hayvon bo'z kerak, mening oyoq tovushimni anglab qechibdi. Men uning kaynidan iz besib qo'g'ladim. Bir hazodan keyin oldimda bilinar-bilinmas yulduzdek bir yo'riqlik ko'rindi. U ba'zida ko'rinib, ba'zida g'oyib bo'latdi. Men shu kichikkina yo'riqlik tarafga qarab mangdim. Yo'riqlik bag'an sir yo'g'nab, oxir bu g'ardan tashqirga tutishadigan to'shik bodek bilindi. Zan qo'yib qarasam, hayvonlar o'liklarning hidini purab, uni yeyish uchun mushu to'shikni ochgan ekan. Bu vahshiy hayvonlarning kirib chiqadigan to'shik ekan. G'arning bu to'shigini topganimdan keyin tenimga jon kirdi. Qaytadan nijotlikka erishganimdan xuddi o'zimni tush ko'rayotgandek his qilatdim. Jon jahlim bilan tirishib to'shikning yeniga bordim. Sirtqa chiqib qarasam, dengiz qirg'oqidagi egiz bir tog' to'pisida turibdiman. Dengiz bu yerda boshqa orollar va shaharlardan ayrilib turadi ekan. Bu odam oyig'i yetmaydigan joy bo'lib, men cheksiz hayajon, xushalliqqa cho'mib, g'ayrat jasoratga keldim. G'arning to'shigidan qaytib kirib, o'zim turgan joyga berib, eshib qolgan non ozuqlarimni yedim. O'liklarning birisining kiyimini uchamga kiyib, o'liklar bilan g'arga tashlangan esil tosh, o'nchi marvoyit, oltin qatorliq zinnat buyumlarini alolig'inimcha yig'dimda, hammasini bir poch kepanga yo'gab, tog' ustiga ep chiqib qo'ydim. Har kuni degudek bu o'lim g'origa 2 navbat degudek kirib, o'liklar bilan birga tashlangan narsalarni ep chiqib turatdim.
Agar o'liklar bilan tirik odam tashlangan bo'lsa, uni shu yerda o'ltirib, uning o'ziqini, o'liklarning kiyim-kechak mollarini olatdim. Shunda qilib necha vaqt o'tdi. Tog' beshida o'ltirib, atrofga ko'z tikdim. Xususan, yiroq dengiz ichiga qarab, biror yo'lovchi kemasining qarisi ko'rinamdikin deb talmiratdim. Shu taxlitda xeyli bir zaman o'tgandan keyin bir kuni bu joydan qandoq qilsam qutulishning amalini toparman deb o'ylab dengiz bo'yida o'ltiratdim. Kuvajab to'lqinlayotgan dengizning ishkirsida bir kemining o'tib ketayotganligini bayqab qoldim. Darhol o'liklarning kiyimlaridan birini qo'limga elib, uzun xadi yog'ochga tengib, oqlatini chigib bulanglatdim. Qirg'oq bo'ylab yugurib, hoy-hoy deb vaqirdim. Kemidagi yo'lovchilar mening belgi-belginimni ko'rib, kichikkina bir qiyiq bilan bir necha kishini qirg'oqqa avatibdi. Shuning bilan men qutulib qoldim. Cho'ng kemiga o'ltirib, bir dengizdan bir dengizga, bir oroldan yana bir orolga to'xtamay uzib mang'atdik. Men har qachon o'nkirga tirik tashlanganimni esimga keltirsam, yuragim joyidan qo'zg'alib, aqlimni yo'qitib qo'yatdim. Eng oxirida biz Basira shahriga yetib keldik. O yerda bir necha kun turgandan keyin yana qo'zg'alib Bag'dodga keldim. Urug' tuqqan do'st yoralarim bilan ko'rishdim. Ular mening salomat qaytib kelganligimni ko'rib, hammasi shod-xuramlikqa cho'mib, meni muboraklashdi. Men o'z boyliqlarimni yig'ishtirib, mol-mulklarimni joylashtirib elib, to'l-xotin, yetim o'g'il, g'erib miskinlarga osh-tomoq, kiyim-kechak berib, xayr-saxovat qildim. O'tgankidek g'am-g'ussasiz, xotirjam, baxtli turmushimni boshladim. Hamisha og'aynilar bilan yeb-ichib, aysh-ishratga kirishdim. O'tgan vaqtlardagi barliq jafo mushaqqat, xiyim-xatarlarni butunlay esimdan chiqardim. Birodarlar, ati yana kelsanglar, 5-qitimliq dengiz sabrimda beshimdan o'tganlarni so'zlab beraman. U ilgirkilardanmi ajoyibroq. Sodigar dengizchi Sindbad so'zini to'xtatib, Hammal Sindbadga yana 100 dona qizil oltin berishni buyuribdi. Tamoqdan keyin hammaylan uylariga tarqishibdi. Hammal Sindbad oltinlarni elib uyiga qaytib, atiganlik tamoqqa ulgurib yana kepdi. Hamma mehmonlar kelib bo'lgandan keyin dengizchi Sindbad sarguzashtisini so'zlashga boshlabdi.